Yaqindan buyon jazo lagerlari va boshqa bostirish vositalari orqali Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga bo'lgan sistemlik besimni oshirgan Xitoy hukumatı ijtimoiy va madaniyat qurilmasini butunlay vayron qilish bilan bir vaqtda diniy va tarixiy yodgorliklarga davomli buzg'unchilik qilmoqda. İgilinishicha, Sharq Turkistonning Oqtu noyisi Jamolterak yezisidagi bozor masjidi Xitoy tarafidan vayron qilingan. Onundan başqa yana nurg'un masjidlarning quluplanib, ibodatga yo'l qo'yilmaganligi, bularning faqat Xitoy va chet ellik sayohatchilar ziyorat qilgan vaqtda ochilganligi o'tirg'i chiqdi. Bu masjidlardan ba'zilarining qavoxonlarga aylantirilib, Xitoy sayohatchilarining faoliyat markaziga aylantirilganligi oshkorlandi. Doiralar yaqinda Korli shahri bilan Chechan noyisiga 2300 dan ortiq shtat sirtida saqchi qabul qilinganligini e'lon qilgan. Korli shahri va Chechan noyilik hukumat to'rlarining e'lonida qayd qilishicha, shtat sirtidagi bu saqchi xodimlarining 2000 nafari Korli shahriga, 320 nafari Chechan noyisiga qabul qilindi ekan. Korli shahri bilan Chechan noyisining uqtirishida yangi qabul qilingan xodimlarning qo'laylik saqchi punktlarida vazifa o'taydiganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatı 2017 yılı başlagan çoğun tutqunning oldi keyinda rayondagi saqchi organlariga keng ko'lamli saqchi qabul qilishga başlagan. 2016 yılı rayoniga 90 necha ming saqchi qabul qilinib, keyingi yili çoğun tutqun boshlanib ketgan edi. Muhaciratdagi Uyg'urlar 5-may do'ppi bayrami kunini ijtimoiy aloqa torida uchur va rasmlarni yo'llash orqali tabrikladi. Uyg'ur tarafidan har yili 5-may do'ppi kuni sifatida qabul qilinib va tabriklanib kelmoqda. Yaqinqi bir qancha yilgacha bu bayram Sharq Turkistonda tabriklanadi. Ammo Xitoyning bostirish va assimilyatsiya siyosatini kuchaytirish sababli vatandagi Uyg'urlar o'z milliy bayramlarini tabriklash huquqidan mahrum bo'lmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump yangi tiplik Wuhan virusining dunyoviy bir vaboga aylanishida Xitoyning mas'uliyati borligini, lekin Xitoyni virusni qasdan qo'yib berdi deb qaramaydiganligini bildirdi. Trump yana ikki davlat orasida kuchayayotgan jiddiylikning harbiy harakatga sabab bo'lish bo'lmasligi haqidagi savolga qarata urush haqida bir narsa deyishni xohlamayman dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroydagi ishxonasida New York pochta gazetining ziyoratini qabul qilib, Xitoy virus vabosi va Amerikaning tashqi siyosati haqida to'xtaldi. U Xitoyning virusining dunyoviy vaboga aylanishiga mas'ul bo'lish kerakligini ta'kidlab bundoq dedi. Istixborot dokladlaridan bilalayimizki, Xitoyda yomon ishlar bo'ldi. Xitoy bu virusni qasdan o'ttirg'i chiqarmadi, ammo virus u yerdan chiqdi. Trump Xitoy bilan kuchayayotgan jiddiylik sababli harbiy to'qinish kelib chiqish ehtimoli haqida so'ralgan savolga urush haqida to'xtalishni xohlamayman. Bilasizlar, Xitoy bilan bir necha oy burun savdo kelishimi tuzdik. Bu jarayonda ikki davlat munosabatida umidvorlik bor dedi. Keyin bu virus o'ttirg'i chiqdi deb javob berdi. Iroq doiralari agar Amerika havo bo'shligining bexatarligini kuchaytirish uchun mudofaa sistemasi o'rnatmasa, Iroqning Rossiyadan havo mudofaa sistemasi sotib olganligini bildirdi. Iroq parlamenti bexatarlik va mudofaa komiteti rais Muhammad Riza Al-Haydar Iroq chetallarining hujumining oldini olish va havo bo'shligi bexatarligini kuchaytirish uchun Rossiyadan S-300 yoki S-400 sotib olmoqchi dedi. Haydar yana so'zda, agar bu davlatda harbiy baza va askarlar bor Amerika Iroqni havo mudofaa sistemasi bilan ta'minlamasa, o'zlarining Rossiyadan mudofaa sistemasi sotib olishga tirishadiganligini aytdi.